Do'stlar, mana Makka-i Madinaga 36-kun piyoda hozir bizga Dilimiy akamiz video tashlayapti. Ko'ramizmi? Ha! Ana ketdik. Do'stlar, deb mana nedik ukajonimiz ham 1 million ta obunachiga ega bo'ldi. Ukajonim, tabriklayman. Sani uchun juda ham xursand bo'ldim. Qisqa fursat ichida 1 million ta obunachiga ega bo'lish uncha bloger ham qo'ldan kelmaydi. O'shaning uchun to'xtamay, gazini bos, omad. Faqat bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu O'zbekistondan chiqib ketishing qiyin bo'ldi, ko'p qolib ketding. 5 kun ichida O'zbekistonni bilmayman qaysidir nuqtasidan chiqib ketsang, xullas o'tib olsang keyingi etapga, men senga bitta zo'r surpriz sovg'a tayyorlab qo'yganman. Bu sovg'amni yo'l davomida maza qishlatib ketasan, kontentingga foydasi bo'ladi. Keyin iloji boricha tezroq yetib olib, tezroq qaytib kelgin, chunki bizani oldinda sen bilan katta proyekt, katta shou kutyapti. Ukam bo'shashma, gazini bos, omad. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa 5 kunda O'zbekistondan chiqib ketishga harakat qilamiz. O'zbekistondagi oxirgi tochkamiz Qoraqalpog'istondagi bayrog'ida oldi. Xudo xolasa bayrog'ida oldiga yetib borib, keyin Qozog'istonga o'tib ketamiz. Qozog'istonliklar